Bugun nechi chislo? 7. Ro'zaga necha kun qoldi? 6 kun qoldi, to'g'rimi? Ko'chalarda, bozorlarda biror bir o'zgarishni sezyapsizlarmi? Tirbandlik, stoyankalarda joy yo'q, yo'l chetlari to'lib ketgan, odamlar sumka narsa, og'zidan chiqqan narsani olib tashlayotganini ko'rdinglarmi? Ertaga ham bo'lmaydi, ertadan keyin ham bo'lmaydi, ertaga ro'za degan kuni ham bo'lmaydi bu. Nimaga? Bizlar bu ro'zani mohiyatini hali qalban his qilmaymiz. Ro'zami ro'zada deydi. Lekin 31-dekabr kuni uchun bir kecha uchun 20-dan yoki 15-dan boshladingda shuni. To'g'rimi? Xuddi 1-yanvardan hayot tugaydi. Allohu akbar. Qiyomat, yeb qolish kerak. Ichib qolish kerak. Biz nimani nishonlashi ham, nimaga tayyorgarlik ko'rishi ham bilmaymiz-da. Nimaga Qur'onni tark qilganligimiz uchun shu ahvolga tushdik bizlar. Agar Qur'onni biz mahkam ushlaganimizda bu ahvolga tushmagan bo'lardik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agarda ummatim Ramazonda ummatimga beriladigan ajrlarni bilganda edi deganlar, yil 12 oy ro'za bo'lishini orzu qilgan bo'lardi deganlar. Biz bir kecha uchun nimalar qildik? Mana bizning holatimiz. To'g'ri, ertaga hayitga qiladi, hayitga ham bu darajada qiladi, qiz chiqarganlar qiladi shu darajada. Olib borish kerak Xudonikiga. Chunki uyat, olib bormasa bo'lmaydi. Nimasi uyat? Erta ko'rasizlar g'aflatda. Ramazonni fayzi futuhidan bebahra qolgan inson shaqiydir deganlar. Shaqiy degani do'zaxiy degani. Ro'za kelyapti. G'aflatda ro'za kelib bo'ldi, o'sha ahvol yeb ichib manzaga yuribdi. Ro'za tugayapti, hech vaqo yo'q, yana o'sha ahvol. Ro'za o'tib ketdi, tamom. Do'zaxiydir deganlar. Bunaqa oyi Xudoy taborak va taolo payg'ambar alayhisalom hurmatlardan biz ummatlarga berdiki, bir kechasida 1000 oylik tinimsiz ibodat qilganini kechasi mana shu kechada yashilgan. Birinchi oyi rahmat oyi, ikkinchi oyi mag'firat oyi, uchinchi oyi do'zaxdan ozod qilinadi. Qayerda bor? Qani qolgan 11 oyda bormi shu narsa? Yo'q. Bizlar mana shu shar'iy Alloh nazdida qadr baland qilingan narsalarni qadr qilmaymizmi? Ikki dunyoda Xudo bizga qadr bermaydi. Mana shu xor bo'lib yuraveramiz. Xudo qadrlagan narsani qadrlaymiz, Xudo bizga qadr beradi. Xudo aziz qilgan narsani aziz deb bilamiz, Xudo bizni aziz qiladi dunyoda. Vassalom, gap tamom. Mana shu narsalardan xulosa olish kerak. Xudoy taolo boyaga aytganimizdek, ota-onani biz uchun aziz qildimi? Uni aziz qilsak azizlik ko'ramiz, xo'rlasak xo'rlik ko'ramiz. Tamom, boshqa gap yo'q.